fillerlarni aynan qayerga qilinadi? Fillerlar umuman bezarar. Filler inyeksiya qildirsam bo'ladimi? Buni xatari yo'qmi deyiladi. Fillerlar bu oddiy kosmetologiyada qo'llaniladigan gialuron kislotasi hisoblanadi. Fillerlarni aynan jinsiy olatning faqat bosh qismiga, terisini ostiga, aynan shu yerdan boshlab mana shu zonaga qilinadi. Uretra kanaliga, ya'ni siydik chiqadigan kanal atrofiga hech qachon qilish mumkin emas. Bu siydik tutish olib kelishi mumkin. Bu yerda shish, achok bo'lib, siydik tutish olib kelishi mumkin. Siydik kanalidan uzoqroq bo'lgan zonada aynan jinsiy olatning bosh qismiga qilinadi va shu yerdagi nerv tolalarining ta'sirchanligini kamaytiradi. Sababi u yerda hajm moddasi ko'payishi hisobiga nervlarning ta'sirchanligi kamayib, ularning samarali effekti juda uzoq muddat tashkil qiladi. Ba'zi bemorlarda fillerlarni qo'llagandan keyin hattoki 3 yil, 4 yil davomida ham aynan jinsiy faoliyatdagi tez bo'shanishdan bemorlar xalos bo'ladi. Hech qachon jinsiy olatning tana qismiga yoki boshqa qismlariga, demak moyaklar sohasiga fillerlarni yuborish yoki blokada qilaman degan maqsadda yuborish umuman mumkin emas. Aynan hozir men faoliyatimda ko'ryapman, ko'pchilik bemorlarga noto'g'ri inyeksiya qilish natijasida hattoki jarrohlik usulida ba'zi bemorlarni boshqatdan plastik amaliyot qilishga to'g'ri kelgan vaziyatlar ham bo'lib turibdi.